kirganimdan keyin ko'rib turibsiz nima bor bizda? Main bilan end. Endi bu o'sha start, bu tugatish. Bizda mana bu yerda full algoritmda dasturini anagalari bor. Kategoriyalar bor. Misol uchun tepada fayl bor, edit bor, program bor. Fayl bo'limi nima vazifani bajaradi? Fayl bosasiz, bitta yangi fayl ochishingiz mumkin. Open qilib bitta papka ochishingiz mumkin. Save as qilib o'sha faylingizni saqlashingiz mumkin. Bu chiqib ketishingiz mumkin. Bu printerdan chiqarish. Xo'p. Mana bu yerda o'zgartirishlar, o'sha klaviatura kombinatsiyalar bu Ctrl+C, Ctrl+X bor. Programma bo'limidan o'sha run qilish, ishga tushirish, step tugatish, run qilish mana bu tugmacha. Xo'p, qolgan o'yinlari shu bo'lib tursa ham bo'ladi. Endi bu instrumentlar deb ataladi. Bular bilamiz. Instrument. Photoshopda ham bor. Instrumentlar vazifasi nima? Bu haqga o'sha ma'lumotlarni saqlab borish. Mana bu kodni ishga tushirish. Mana bu tugmacha. Run deyapti-ku, run. Bosaman, kod ishga tushadi. Hozir nimaga ishga tushmadi? Hali biz kod yozmadik. Tushundingizmi? Prosta o'zini turibdi-ku bizda. Mana bu nima ekan? Kodni ishga tushirish. Mana bu nima narsa? Bu o'sha kod ishga tushirayotganda ishlab turadigan joy. O'chirib qo'yish mumkin. Qo'shib turadi-ku, shunday yonib turadi. Bu jarayonlar xullas, keyin bu yoqda boshqarish mumkin, layyoutlarni qilish mumkin. Mana bu yerda oxirida til bor. Tilni misol kimlardir rus tili bo'lsa, shuni kirib tilni o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Ingliz tiliga. Mana ingliz tilida turibdi. Boshlaymiz. Bormikan? O'zbekcha bilmam. Bo'lmasa kerak. Hop, endi mana bu yerda chiziqcha bor, ko'rib turibsizmi? Chiziqlarning ustiga bosib sariq yo'nayapti, sariq. Sezilyaptimi? Bir marta bosma ustiga. Endi bular nima narsa desiz, mana shu algoritmlar bo'yicha ishlaydigan bo'limlar. Har bitta bo'lim bizga kerak. Bu aytdim-ku, dekeler bor ekan, sign bor ekan, input bor ekan, output. Hozir tushuntirdim, bilasizmi sizga? Hozir tushuntirdim malgina. Misol uchun, keling outputni o'zlashtirib ko'ramiz. 2 marta bosaman, output hozir men output olib qo'ydim-a? Hozir boshdan ishlaydimi? Hali ishlayapti, to'g'rimi? 2 marta bosaman. Outputga nima chiqar endi? Mana bu sir ichida bo'lish kerak. Esingizdan chiqmasin. Mana shu sir ichida bo'lish kerak. Agar siz matn chiqarmoqchi bo'lsangiz. Agar siz matn yoki tekst chiqarmoqchi bo'lsangiz, sizda mana shu ikkita barobar ichida bo'lish kerak. Qo'sh tirnoq ichida bo'lish kerak. Обязательно. Ichiga yozaman. Misol uchun keling. Salom. Ismingizmi? Mubina. Yozaman, to'g'rimi? Endi mana buni ishga tushiraman. Biz hozir algoritmni bitta etapini ko'rib chiqdik. Qanaqa bajarilishini. Demak, bizda start boshlandi. O'rtada biz bitta aytdik, mana shuni chiqar deb biz buyruq beramiz. Output degani nima? Output. Natija ekranga chiqarish. Output o'sha ekran chiqarish. Tushunasiz? Output tashqariga chiqarish. Endi tugash. Chiqardi, tugadi, bo'ldi. Algoritm bir marta ishlaydi. Qayta ishlamaydi. Bir marta ishlaydi. Ya'ni mana buni bir marta bosasangiz demoqchi, tushunasizmi? Bir marta bosamiz, bir marta ishlaydi. Buni yana qayta ishlash uchun yana bir marta bosish kerak. Mana ko'ryapsizmi? Mana ishlab turibdi mana. Ishlab turibdi. Bu. Endi buni tushundingizmi? Buni murakkablashtiramiz yoki bo'ladi? Qiziqarli bo'lishi yana ketdik. Endi qarang. Misol uchun input degani bor ekan. Inputdan oldin biz deklarni qo'yib olishimiz kerak. Nimaga endi tushuntiraman. Men deklar bosib olaman. Deklar nima qiladi desangiz, bu biz nima deydi? Oldindan ma'lumot yozmoqchi bo'lsak, buning uchun bizga joy kerak, xotira kerak. Deklar xotira ajratib beradi va xotiradan joy ajratib beradi. Dasturlashda ham xuddi shunaqa. Men birorta ma'lumot yozmoqchimanmi, o'sha ma'lumotni qayerga saqlayman? Xotiraga saqlashim kerakmi? Havoda turmaydi, to'g'rimi?
Mana shu declare bizani yozmoqchi bo'lgan ma'lumotimizni saqlab beradi vaqtinchalik. Tushuntirdimmi? Ha, 2 marta bosaman. Endi mana bu yerda o'sha ma'lumotning turlari bor. Integer bor, real bor, string bor, boolean bor, array bor. Men qaysi ma'lumot turida ma'lumot yozmoqchiman? Integer nima narsa? Raqam. Integer raqam. Real qanaqadir oddiy ma'lumot bor. Bo'lishi mumkin. String bu boyagi. Mana qo'yib berdik-ku, boya ko'rdingizmi? Ikkita qo'shilmaslik bor, o'sha string beradi. Boolean true bilan false. True false. Rost yoki yo'q, ya'ni bor yoki yo'q. True false. Array bu endi mana bu. Mana ekan. Bu list bu. Array list bu. Ro'yxat. Ro'yxat. Spiska. Spiska yaratamiz. Endi men string tanlayman. String tanlaymandagi misol uchun name deylik. Name degan nima degani? Ism. Bitta joy ajratdimmi? Xotiradan. Tushunyapsizmi? Bitta joy ajratdim. Endi buni input olishim kerak. Input nima uchun? Input vazifasi bolalar tashqaridan ma'lumot qabul qilish. Tashqaridan ma'lumot. 2 marta bosaman. Nimani qabul qilishim kerak tashqaridan? Name'ni. Men bitta joy ajratdim-ku, name degan bo'lyapti, to'g'rimi? Endi o'sha name'ni tashqaridan qabul qilishim kerakmi? Tushuntirdimmi? Name'ni yozaman. Qarang, men bitta joy ajratdim. Joy ajratgan o'sha name'ni tashqaridan qabul qilishim kerak. Inputni qilib, input qabul qilish tashqaridan. Endi buni nima qilamiz? Nima qilamiz endi? Qabul qilgandan keyin outputga chiqaramiz. Hali biz chiqarish yozmadik-ku, bu prosta mana bu o'chib tashlaymiz, bu chaqirtmasin. Outputga nimani yozaman? Xo'p. Men bu yerda kiritmayman, buni mana bu yerda kiritaman. Nimasiga tushunmasiz, so'raychi. Hali ishga tushunmadim, endi hozir ishga tushunaman. Qani ishga tushunaman, keyin so'raysiz. Bosaman. Mana qabul qiladigan joy mana shu. Nima deb yozay? Nima deb yozay? Lola. To'g'rimi? Enter. Lola deb yozib, Lola chiqdi, to'g'rimi? Yana qayta ishga tushirib uchun endi buni o'chiraman degan, mana bu hisoblayman. Endi if sinab ko'ramiz ekan. Bular o'chiramiz, o'chirish uchun tugmani bosib delete. Meshkani qarang, ustiga olib boryapman. Meshkani o'ng tugmasini bosib delete bosyapman. Meshkani o'ng tugmachasi sizdan chiqmaydi. Endi men input qabul qilaman. O'zgaruvchi ham qabul qilishim kerak. Declare. Misol uchun integer nima? Raqam, to'g'rimi? Integer raqam. Endi bizga nima kerak? Number. Raqamni number. Inputga nima kiritaman? Numberni. Endi shart beraman bu yoqda. If yozaman. 2 marta bosaman, agar deyman. Mana shu number, men kiritayotgan number, to'g'rimi? Teng bo'lsa, o'n sakkizga. Raqamni o'zini yozaman, string emas. Raqamku bu, to'g'rimi? Raqam o'zi yoziladi. Agar number 18 ga teng bo'lsa yoki aniq qilaylik. Agar number 18 dan katta bo'lsa, to'g'rimi? Yoki teng bo'lsa. True degan nima degani?
Rostmi? Agar number 18 dan katta yoki teng bo'lsa, hop, buklamachi string ichida siz kattasiz aka. Bu yerda agar bu bilan teng bo'lmasa nima qilsin? Tushiramiz. Necha kiritishim kerak? Misol uchun 18 yoki 20. 18 siz kattasiz aka. 20 kirit. Siz kattasiz aka. 18 dan kichkina bo'lib qolsa-chi misol uchun. 17 bo'lsa, misol uchun shart bajaryaptimi? 10 yosh. Endi savol bering. Hamma narsa mana bu yerda. Shart mana bu yerda beradi. Chunki tepada o'zgaruvchi qabul qilib number degan integerda o'shani input qilib oldimmi, qabul qilyapman tashqaridan, uni shart beradi. Shartning natijasini true bo'lsa buni yozsam, false bo'lsa buni chiqadi.